Assalomu alaykum. Bugun payshanba 9-iyul 7-oy 9-yil 2026-yil Namangan shahar Boburbog' yonida shahar hokimiyati yonidaman. Mana shu yangi gullarni har xil rang, atirgul, dunyoning guli. Chirog ham har xil rang chirog, dunyoning chirog'i. Buni ham atirgul. Ilohim har kuni mana shuni qonuniy chiqarib, men qonuniy chiqarmam, prezident qonuniy chiqaradi, chiqarib bo'ldilar. Shularni bajarib, baraka qilib, tavbatchilikka yurib, ijod bajarib, tanishtirib, namoyish etamiz. Bo'pti. Endi mana shunaqa qancha gullarni tanishtirib, Xudo xohlasa Toshkentga borib, qachon bo'lsa ham hamma narsani yurg'izib chiqaman. Yana ham zo'r bo'ladi, baraka bo'ladi. Endi ilohim har kuni mana shu duodaman, duo qilib turaman. Ilohim gullarni olib turay. Yangi dunyo. Chirog ham har xil rang chirog, yangi dunyo, dunyoning chirog'i. Nomer 1 Namangan. Gul ham nomer 1 Namangan. Dunyoning guli, yangi gul, atirgul. Endi o'dag'larni tanishtirib, ijod bajarib, namoyish etamiz. Bo'pti. Endi yana ijodni bajarib, namoyish ettirib, aqllarni ham tanishtirib yuramiz. Qancha olsam shuncha yaxshi bo'ladi. Yana qancha baraka bo'lsa shuncha yaxshi baraka bo'ladi. O'lib ketaveramiz. Ilohim mana shunaqa qilib turaylik. Ilohim hamma narsa yaxshi bo'lsin. Duodaman. Endi o'z aqllarni ijod bajarib, tanishtirib, namoyish etamiz. Bo'pti. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi bag'dagi gullar tanishtirib yuramiz. Endi oxiri xayrlashib aytganimizda tugatganimizda aytamiz. Bo'pti.
Mana shunaqa qilib gullarni olib baraka qilganim yaxshi bo'ldi. Yana baraka qilganim yaxshi bo'ldi. Tavgachilikka endi qancha tavgachilik qilsam shuncha yaxshi bo'ladi. Endi mana shu har kuni bayram, Xudo xolasa ilohim bo'sh paytimda har kuni kelib tavgachilik qilaveray. Yana ham yaxshi bo'ladi. Endi bag'dagilarni tanishtirib, xayrlashib tugatganimizni aytamiz. Bo'pti. Gul chiroqlarni tanishtirib, ijodni bajarib, namoyish ettirib bo'ldik. Bo'pti.